Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hormatli yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Sergeli yangi hayotda olgan obyektimizni bitirdik. Xudo xolasa mana ob-havo qor bo'lishiga qaramasdan mana tepa qoshlarini to'liq qilib berganmiz. 45 gradusli однотонный oq glянцевыйdan. Yo'llarini ham ko'rishingiz mumkin mana. Umumiy 8 metrga 15 metrli darvozaxona patologiyani oq glянцевый bilan qora glянцевый palasadan qilib berganmiz. Mana chiroqlariga alohida kvadratni patnis qilib bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa kimga alkobond montaj xizmatlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Mana ko'rib baho berasizlar. Sergeli yangi hayotda joylashgan bu joyimiz. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar, charchamanglar.